İnsaniyatning uzoq tarix musofasida jamiyatni olg'a siljitqini azaldan oddiylikqa intiladigan ko'p sonli kishilar emas. Aksicha hamisha bir to'p alohida ish qiladigan, o'zini tutib ololmaydigan saranglar. Bu bir to'p saranglar ichida bir rivoyat isini olgan shaxs bor. U insoniyat madaniyati bilan fan texnikani mukammallashtirib, insoniyat kompyuter sohasini kishilarning turmush usulini zo'r darajada o'zgartdi. U bir qo'lliq qurgan kompyuter shirkati bugungi kunda yana yanfon sohasidagi rivoyatga aylandi. To'g'ri, u dal Jobs. Bu sondagi sinchaqda biz birlikda uning olim bilan bo'lgan ayrilmas munosabatini so'zlab baqaylik. 1955-yili 2-oyning 24-kuni Steve Jobs Amerikaning San Fransiskoda tug'ilgan. Tuqqan onasi to'y qilmay turibla hamildor bo'lib qolgachqa, ayni chog'dagi mutaassib an'anaviy qarashning ta'siridan Jobs tug'ilibla yetim qolgan. Şoňa apsi uni kerimini jilg'isi atrofida turadigan Pavel Jobs ar-xotinning beqishiga berishiga majbur bo'lgan. Beqivog'ichi ota-ona Amerikadagi tipik jismoniy emgakchilar bo'lib, garchi beqivog'an bola bo'lsa-mu, lekin beqivog'ichi ota-onasi Jobsga hech qanday farqli muomala qilmay, uni o'z bolasini ko'rgandek butun kuchi bilan beqib cho'ng qildi. Ayni chaqda tashlab o'tilgan bu bechora bolaning kelgusida butun dunyoning iste'mol qarashini ag'dirib boshlaydiganligini kim o'ylagan deysiz? O'quvchilik davrida Jobs boshqalardan eshib tushadigan aqliy farosatini namoyon qilgan. Uning o'tir maktab o'qituvchisi uningga bir g'alati o'quvchi deb baho berdi. Garchi u bema'ni chaqchaq qilishni yaxshi ko'rib, dars anglashni yaxshi ko'rmasa-mu, lekin uning o'rganish natijasi boshdan oxir sinf bo'yicha oldingi qatorda turdi. O chaqda Jobs kerimini jilg'isi atrofida yashaydi. Qo'shnilarining hammasi yangilik yaratish ro'yiga ega tavakkuzlar edi. Shuning bilan xo'p xizmatchisi bo'lib ishlayotgan qo'shnisining tanishtirishi bilan Jobs xo'p injenerlari yig'ilishiga qatnashib, tunji qitim kompyuterni ko'rdi. Shuningdan boshlab o'smir Jobs elektron kasbiga cho'nqur mabdum bo'lib qolgan. Bu keyin olmish shirkatining bixlanishiga eng dastlabki hayotiy kuch qo'shgan. Jobs 19 yoshga kirgan yili iqtisodiy omil sababidan o'qishdan vaqtincha to'xtab, Yadali televiziya o'yin mashinasi shirkatining xizmatchisi bo'lgan. Ayni chaqda Jobs savaqdishi Vozniyakning uydagi mashina iskilatida turayotgan bo'lib, iqtisodchilikka kuchlik bu ikki odam doim o'ziga tava bir kompyuter bo'lishini orzu qiladi. Lekin ayni chaqda bozorda sotilayotgan kompyuterlarning hammasi sodada ishlatiladigan bo'lib, hajmi cho'ng, intayin qimmat edi. Bu 2 yosh qanday qilganda texmi ilg'or kompyuterni ishlab chiqarg'ili bo'ladi degan tema ustida bosh qotiradi. Şunun bilan 1976-yili ko'nglida orzusi bor bu 2 yosh San Fransiskodagi Wisconsinda o'tkazilgan kompyuter mahsulotlari yarmarkasidan setib olgan 6502 tiplik o'zakdan foydalanib, Jobsning uyidagi mashina iskilatida o'zlarining tunji kompyuterini qarashtiradigan bo'lib, ularning kompyuteri ayni vaqtdagi bozordagi kompyuterlarga solishtirganda texmi apchil, elib yurishga aplik, bahasi xalqqa texmi yaqin, iqtidori texmi kuchli bo'lib, ag'dirmachilik xarakterlik holda ayni vaqtdagi kompyuter mahsulotlarini o'zgartgan. Shunda qilib 1976-yili 4-oyning 1-kuni 2 yosh qarashtirib bo'lgan tunji kompyuter va japoliq tirish orqali yiqqan 1300 Amerika dollariga tayinib, mashina iskilatida olmish shirkatini qurdi. Bu balkim taqdirning chaqchiqi bo'lishi mumkin. Aldash bayramida hapila-shapila qurilgan olmish shirkati shuningdan boshlab hatto hozirgacha elektron kasbining magnatiga aylandi. Garchi shirkat qurilgan bo'lsa-mu, lekin olmaning savdosi intayin nachar edi. Garchi mahsulotning iqtidori nihoyat yaxshi bo'lsa-mu, lekin kishilar ularning mahsulotini zodli tushunmaydi. Jobsmo bu o'tkir masalaga diqqat qilib, bu masalani hal qilishga kirishib ketdi. 1976-yili 7-oyda Jobs tashabbuskorlik bilan Pavel Teril ismli partiyasi savdogarlarga o'zining kompyuterini ko'rsatib bergan. Jobsning ko'rsatmasini ko'rib bo'lgandan keyin Pavel Teril olma kompyuterining istiqboli zo'r deb qarab, 50 yurish zakaz qilishni qaror qilgan. Buning foydasini ko'rgan Jobs nihoyat tezla ularning mahsulotlarining g'oyat zo'r taraqqiyot istiqboli va bozorini bayqagan. U dal shu paytda ishlab chiqarish iqtidorini kengaytirishga ehtiyojli edi. Ammo bu uning birli vaqtda texmi ko'p pulga ehtiyojli ekanligidan darak beradi. Dal mushchaqda Malset shirkatiga intayin mahir Intel shirkatining sobiq bozor direktori Mike Makura Jobsni ziyorat qilgani kelgan. Mazkur mazmunning davomi at mush vaqtda yo'llanadi. Yondagi qo'shish belgisini besib sinchoqni qo'shib bering. Agar to'liq nusxasini oldin ko'rgangiz bo'lsa, unidor salonimizni qo'shib olib ko'ring.